Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Bobdem kanalidasiz. Sizlar bilan Uzboy. Bungi video roligim shundan iboratki, ya'ni PUBG Mobile akkauntni qanday qilib 100% himoya qilish. Ya'ni misol uchun akkauntni ertaga yo'qotib qo'yganingizdan keyin ham qaytarib olish uchun mana shu narsani qilishingiz shart. Ya'ni birinchi navbatda PUBG Mobile akkauntimizga kirib olamiz. Va mana bu yerda настройки belgisiga o'tamiz. Ya'ni sozlash o'zbekchasiga bo'ladi adashmasam. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek menda email привязан, nomer telefon ham qo'shilgan va juda ham ko'p Gmaillar. Misol uchun men shunchaki tekshirmoqchiman. Menda hammasi yoniq. Ko'rib turganingizdek mana bu yerda xuddi mana shunday настройкада qilib qo'ysangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Negaki mana bu narsani yoqib qo'ysangiz telefoningizga kod orqali kirish yoqiladi va hech kim sizning akkauntingizga kira olmaydi. Buni oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Ya'ni hozirgi mavzuyim umuman boshqa narsa. Ya'ni siz akkauntingizni qanday qilib himoya qilmoqchisiz va ertaga yo'qotib qo'ygandan keyin qaytarib olishingiz uchun mana shu narsani qilishingiz kerak. Ya'ni bu yerda izminit tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek hozirgi yangi versiyada mana shunday holatga duch kelasiz va проверка безопасностini bosamiz va kutamiz. Va ko'rib turganingizdek mana bu galочка yondi. Agar sizda ham mana shunday galочка yonsa, demak bilingki sizning telefoningiz 100% mana shu akkauntni qaytarib olishga va ertaga hamma привязкаlarni o'chirishga ham yordam beradi. Ya'ni привязать bosamiz va ko'rib turganingizdek mana bu yerga yangi pochtani yozib va shunchaki emailga kod yuborish orqali o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Agar sizda bunday narsa emas, agar boshqa misol uchun bosgan vaqtingizda проверкаdan o'tmasa, demak bilingki sizning telefoningiz o'sha ishonchli qurilma emas. Ya'ni siz oldin birinchi kirgan telefoningiz o'sha ishonchli qurilmada qolib ketgan. Shu sababdan bunga o'tkaza olmaysiz. Ya'ni misol uchun pastroqda mana bu перейtini bosgan vaqtimizda mana boshqatdan ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek настройки безопасности аккаунт. Ya'ni o'zbekchasiga xavfsizlik sozlanmasi bo'ladi adashmasam. O'shani bosamiz va mana bu yerda управленияni bosamiz. Ko'rib turganingizdek menda faqatgina ikkita telefonda kirilgan va iPhone bu o'zim ko'p misol uchun kiradigan anovim. Mana shu yerdan bilsangiz bo'ladi. Mana bu eng birinchida turgan, ya'ni eng ko'p kirilgan mana shu telefon sizning o'sha ishonchli qurilma sifatida qabul bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin. Xullas eng yaxshisi shu ishonchli qurilma yoki ishonchli qurilma emasligini bilish hozirda faqatgina mana shu xohlasangiz telefon nomer, xohlasangiz emailni o'zgartirish orqali bilib olsangiz bo'ladi. Va agar sizda bosgan vaqt hammasi zo'r bo'lsa, demak sizning telefoningiz ishonchli qurilma. Agar videoim yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Uzboy. Ko'rishguncha.